Bomdod namozining sunnatini uyda o'qigan yaxshimi yoki masjidda? Bomdod namozining sunnatini uyda o'qib chiqib kelib masjidga indamay o'tirsa eng yaxshisi shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kimki agar bomdod namozini uyda o'qisa sunnatini masjidga qarab chiqsa, har bir bosgan qadamiga darajati yuqori bo'ladi, 10 qadamiga, chap qadamiga gunohlari to'kiladi deganlar. Hattoki masjidga kirib borgunga qadar. Shuning uchun uyda agar jamoat bomdodni boshlab qo'yibdi degan xulosaga kelmasa, ertaroq bo'lsa bemalol uyda o'qib kelib tahiyat masjid o'qimaydi, jim o'tiradi. Tahiyat masjid bomdodning sunnati bilan farz o'rtasiga sig'maydi. U tahiyat masjid Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday vaqtlardan qaytarganligi makruh amal. Makruh bilan mustahab, ya'ni ikkalasi ro'baro kelib qolganda makruh olinadi. Shuning uchun uyda agar sunnatni o'qisa, kelib qazolari bo'lsa qazosini o'qiversin. Qazo sig'adi. Tahiyat masjid o'qimaydi va farzni kutib turadi.